Maktabga kiradi, lekin bitira olmaydi. Bittasi koridorda bitiradi, bittasi pardani ustida bitiradi. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yetmaydi, yo'q, koridorni bitirgan. Yo'q unda mahorat. Ishlay olmaydi, ish bera olmaydi. Nima uchun? Yo'q unda ishlar. Ha bu bolani o'zini ko'rib asabiylashib ketyapman hozir. O'sha paytda menda hech bo'lmagan edi. Faqatgina o'zimga bo'lgan ishonch bor edi. Va o'sha ishonch meni shu yergacha olib keldi.